Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan zamonaviy qishloq xo'jaligi texnologiyasining eng kuchli namunalaridan biri haqida gaplashamiz. Siz ko'rib turgan bu traktor 2026 yil modeli bo'lib, kuch, barqarorlik va ishonchlilikni birlashtirgan haqiqiy ish mashinasidir. Ushbu texnika nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, balki ichki imkoniyatlari bilan ham dehqonchilik sohasida yangi bosqichni boshlab beradi. Bu traktor birinchi qarashdayoq o'zining massiv gildiraklari, agressiv old panjarasi va zamonaviy kabinasi bilan e'tiborni tortadi. Keng va qulay salon haydovchi uchun maksimal komfort yaratadi. Ichkarida ergonomik o'rindiq, zamonaviy boshqaruv paneli va raqamli displey mavjud bo'lib, barcha muhim ko'rsatkichlar bir qarashda ko'rinadi. Uzoq vaqt dalada ishlaganda ham charchoq sezilmaydi. Dvigatel quvvati juda yuqori bo'lib, og'ir yuklarda ham barqaror ishlashni ta'minlaydi. Bu traktor turli xil qishloq xo'jaligi ishlarini bajarishga mos, yer haydash, ekin ekish, yuk tortish, sug'orish tizimlari bilan ishlash va boshqa ko'plab vazifalarni osonlik bilan uddalaydi. Yonilgi tejamkorligi ham alohida e'tiborga loyiq, chunki bugungi kunda har bir tomchi yoqilgi muhim hisoblanadi. Gildiraklarning maxsus protektori loyqa va notekis yer sharoitida ham sirpanmasdan harakatlanishga yordam beradi. Mustahkam shassi va kuchli transmissiya tufayli traktor og'ir agregatlar bilan ishlaganda ham o'z muvozanatini saqlab qoladi. Bu esa fermerlar uchun katta yengillik, chunki har qanday ob-havo sharoitida ish to'xtab qolmaydi. Zamonaviy xavfsizlik tizimlari haydovchini himoya qiladi. Kabina ichidagi shovqin darajasi kamaytirilgan, konditsioner va ventilyatsiya tizimi esa issiq yoz kunlarida ham qulay muhit yaratadi. Kechki payt ishlash uchun kuchli LED chiroqlar o'rnatilgan bo'lib, ular keng maydonni yoritib beradi. Bu traktor O'zbekiston sharoitiga juda mos keladi. Paxta dalalari, bug'doy maydonlari yoki bog'larda ishlash uchun birdek qulay. Texnik xizmat ko'rsatish ham oddiy va ehtiyot qismlarini topish oson. Shu sababli ko'plab fermerlar aynan shunday modellarga ishonch bildirmoqda. Agar siz kuchli, ishonchli va uzoq muddat xizmat qiladigan traktor izlayotgan bo'lsangiz, bu model siz uchun a'lo tanlov bo'la oladi. U nafaqat ish unumdorligini oshiradi, balki vaqt va mablag'ingizni ham tejaydi. Har bir detali puxta o'ylangan, har bir funksiyasi real dala ehtiyojlari asosida ishlab chiqilgan. Bugungi kunda qishloq xo'jaligida texnologiya juda tez rivojlanmoqda. Shunday paytda zamonaviy traktorlar fermerlarning eng yaqin yordamchisiga aylanmoqda. Ushbu 2026 model traktor esa aynan kelajak uchun yaratilgan texnika bo'lib, kuch va innovatsiyani bir joyga jamlagan. Aziz do'stlar, agar sizga mana shunday professional texnikalar haqidagi videolar yoqsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda yana ko'plab yangi traktorlar, qishloq xo'jaligi mashinalari va foydali sharhlar sizni kutmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Bu traktor har qanday qishloq xo'jaligi vazifalarini bajarishga tayyor. Yer haydash, ekin ekish, yuk tortish yoki boshqa og'ir ishlarda u o'zini juda yaxshi ko'rsatadi. Kuchli dvigatel barqaror ishlaydi, yonilgi sarfi esa tejamkor. Shu sababli fermerlar uchun bu model juda qulay tanlov hisoblanadi. Ichki kabinaga e'tibor bersak, haydovchi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Qulay o'rindiq, zamonaviy boshqaruv paneli va raqamli ko'rsatkichlar ish jarayonini osonlashtiradi. Konditsioner va shamollatish tizimi issiq kunlarda ham qulay muhit yaratadi. Kuchli LED chiroqlar esa kechasi ham bemalol ishlash imkonini beradi. Gildiraklarning maxsus protektori loyqa va notekis maydonlarda ham sirpanmasdan harakatlanishga yordam beradi. Mustahkam shassi va kuchli transmissiya tufayli traktor og'ir agregatlar bilan ishlaganda ham barqaror qoladi. Bu esa vaqtni tejaydi va ish unumdorligini oshiradi. Ushbu 2026 model traktor O'zbekiston sharoitiga juda mos. Paxta dalalari, bug'doy maydonlari va bog'larda birdek samarali ishlaydi. Texnik xizmat ko'rsatish oson, ehtiyot qismlari esa tez topiladi. Shuning uchun ko'plab fermerlar aynan shunday zamonaviy texnikaga ishonch bildirmoqda. Agar siz kuchli, ishonchli va uzoq muddat xizmat qiladigan traktor izlayotgan bo'lsangiz, bu model aynan siz uchun. U ish samaradorligini oshiradi, vaqtingizni tejaydi va kundalik mehnatingizni ancha yengillashtiradi. Aziz do'stlar, agar sizga shunday texnik sharhlar yoqsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda yana ko'plab yangi videolar sizni kutmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.